Biror bir joyda ishlaydigan bo'lsangiz, texnik bilimlar, ko'nikma va malaka juda ham muhim. Lekin muvaffaqiyatni faqatgina IQ emas, balki emotsional intellekt, ya'ni boshqalar hissiyotini tushuna olish va o'z-o'zini boshqara olish ham belgilaydi. Tadqiqotlarga ko'ra, yuqori emotsional intellektga ega xodimlar 58% hollarda ishda yaxshiroq natijaga erishadilar. Psixolog va yozuvchi Daniel Golemanning ta'rifiga ko'ra, emotsional intellekt asosan 4 ta ko'nikmadan iborat. O'z-o'zini anglash, o'z-o'zini boshqarish, empatiya va ijtimoiy ko'nikmalar. Emotsional intellekt ish joyida quyidagi jihatlar orqali muhim rol o'ynaydi. Jamoaviy muhit. Yuqori emotsional intellektga ega rahbarlar ijobiy psixologik muhit yaratadilar. Bu esa ijodkorlik va ishonchni oshiradi. Stressni boshqarish. Emotsional intellekt darajasi yuqori bo'lgan xodimlar stressga 30% kamroq beriladilar. Mijozlar bilan aloqa. Empatiya kuchli bo'lsa, mijoz bilan muloqot samimiy va samarali bo'ladi. Liderlik. Rahbarlar uchun emotsional intellekt ilhomlantirish, rag'batlantirish va qaror qabul qilishda muhim omil. Emotsional intellekt muvaffaqiyat, sog'lom ish muhiti va samarali liderlikning asosidir. O'z hissiyotlarini tushungan odam boshqalarni ham tushuna oladi. Demakki, ishida samara bo'ladi. Hatto hayoti ham sifat jihatidan o'zgaradi.